temir beton va metall ko'priklarning tayanch qismlari mavzusidagi ma'ruzani e'tiboringizga havola etamiz. Ma'ruzamizning rejasi quyidagicha: birinchi, tayanch qismlarini tanlash va ularni joylashtirish. Ikkinchi, tayanch qismlarining turlari. Uchinchi, tayanch qismlarining konstruksiyasi haqida gaplashamiz. Demak, tayanch qismi nima ekan? Tayanch qismi bu ko'prikning muhim bir elementi bo'lib, ko'prik oraliq qurilmalaridan tushayotgan doimiy va vaqtinchalik vertikal va gorizontal yuklarni bir tekisda to'g'ri taqsimlab, oraliq qurilmadan tayanchlar orqali zaminga to'g'ri uzatib berishga moslangan bir konstruksiya hisoblanar ekan. Ushbu vazifani bajaradi. Demak, tayanch qismlarining ko'priklarning tayanch qismlari ularga yuklangan funksiyalariga qarab qo'zg'aluvchan va qo'zg'almas turlarga bo'linar ekan. Turli tizimli oraliq qurilmalarda, masalan, uzlukli, uzluksiz, konsol va boshqa har xil tizimlarda tayanish sxemalari bir rasmda keltirilgan va ushbu rasmdan ko'rishimiz mumkinki, bir rasmning A qismida bir oraliqli ko'prik uchun tayanch qismi chap tomondan qo'zg'aluvchan, o'ng tomondan qo'zg'almas tayanch qismlari bilan belgilanar ekan. Ya'ni ko'prikning har bir oralig'ida bir tomondan qo'zg'aluvchan, bir tomondan qo'zg'almas tayanch qismlari belgilanishi SHNQ talablari bo'yicha maqsadga muvofiq deb olingan. Agarda ikki oraliqli yoki ko'p oraliqli ko'prik bo'ladigan bo'lsa, bu yerda B rasmda ko'rsatilganidek, bu yerda oldingi tizim kabi uzlukli tizim bitta qo'zg'aluvchan, bitta qo'zg'almas, yana bitta qo'zg'aluvchan, bitta qo'zg'almas bo'lib ketaverar ekan. Agarda bu uzlukli sistemalarda. Agarda biz rasmga keladigan bo'lsak, bu yerda uzluksiz, ya'ni qirqilmagan tizimni ko'rishimiz mumkin. Qirqilmagan tizimlarda bitta qaysi bir tayanch ustiga qo'zg'almas tayanch qismi o'rnatib, qolgan oraliq qurilmalar, ya'ni tayanchlar ustida esa qo'zg'aluvchan tayanch qismlarini joylashtirsak, maqsadga muvofiq deb hisoblanar ekan. Uzluksiz sistemalarni o'ziga bir xos jihati oldingi ma'ruzalarimizda aytib o'tgandik. Ya'ni bu yerda tayanchning ustida bitta tayanch qismi o'rnatiladi. Uzlukli sistemalarda esa bitta tayanch ustida ikkita oraliq uchun ikkita tayanch qismi o'rnatilar edi. Buning oqibatida uzlukli tizimlarda tayanchga ketayotgan materialning sarfi, ya'ni beton va armaturaning sarfi ko'payishiga olib kelar edi. Keyingi G sxemamizda konsolli osma ko'prik ko'rsatilgan. Bu yerda konsolli osma ko'prikning o'rtadagi osma oraliq qurilmasi bir tomondan qo'zg'almas, bir tomondan qo'zg'aluvchan tayanch qismlarga o'rnashtirilgan ekan. Konsolli tizimning konsol qismi esa ikki tomondan ham qo'zg'almas tayanch qismlari bilan joylashtirilar ekan. Qo'zg'aluvchan tayanch qismlarining konstruksiyalari quyidagi talablarga javob berishi kerak deb hisoblangan SHNQ talablari bo'yicha, ya'ni A. Oraliq qurilmalarning tayanchga tayangan qismini erkin bo'ylama siljishini, demak yuklardan va harorat ta'sirlaridan kelib chiqadigan deformatsiyalar ta'minlanishi kerak deb hisoblanadi. Bunda B. Oraliq qurilmaning tayanchga tayangan qismini qarshiliksiz alfa burchakka burilishini, ya'ni oraliq qurilmani egilishidan kelib chiqqan holda ta'minlash kerak. Ya'ni oraliq qurilmalar agarda bu aytaylik uzlukli tizimlarda oraliq qurilma har doim yuk ostida egiluvchan bo'ladi va temir beton egilishidan va yoki metallning egilishidan kelib chiqqan holda oraliq qurilmamiz qaysidir bir burchakka qarshiliksiz harakatlana olishi kerakligi haqida
ma'lumot berilgan. Va oraliq qurilmaning ko'prik o'qiga ko'ndalang yo'nalishda, ya'ni bir ko'prikka, bu ko'pincha avtoyo'l ko'priklarida nazarda tutiladi. 15 metrda, ya'ni ko'prik balandno'si yoki ko'prikning o'zi ko'ndalang tomondan 15 metrdan uning eni ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu joylarda boshqa turli tayanch qismlar qo'llash kerak. Ya'ni qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan yoki hamma tomonlama qo'zg'aluvchan yoki ko'ndalang tomondan qo'zg'aluvchan, bo'ylama tomondan qo'zg'almas har xil tayanchlar qo'llash maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Ya'ni oraliq qurilmalarni tayanchdan ko'ndalang yo'nalishda ham tushib ketmasligini ta'minlashga va deformatsiyalanishini ta'minlashga olib keladigan tayanch qismlarni qo'llasak maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Oraliq qurilmadan tushayotgan to'plangan bosimni, ya'ni yuklarni hisob-kitob orqali aniqlangan tiranish yuzasiga tarqalib tayanchga uzatish kerak deb hisoblanar ekan. Demak, bu aytib o'tganlarimiz qo'zg'aluvchan tayanch qismlarida edi. Qo'zg'almas tayanch qismlarida B va G punktlar qo'llaniladi, A punkti esa qo'llanilmaydi. Chunki A punkti oraliq qurilmani tayanchga tayangan qismidagi erkin bo'ylama siljishi nazarda tutilgan edi. Ya'ni qo'zg'almas, o'zimiz o'zi bilan aytib turibdiki, bu yerda erkin bo'ylama siljish bo'lmasligi kerak. Ya'ni oraliq qurilmani yoki ko'prikning bo'ylama yo'nalishida siljish bo'lmasligi kerakligini ta'minlaydi. Bundan tashqari o'zi tayanch qismini yana bir o'ziga xos vazifasi, bu oraliq qurilmani tayanchlarning ustida ushlab turishga mo'ljallangan ekan. Demak, tayanch qismlarining qo'zg'aluvchan turi poyezdning ko'prikda tormozlanishidan, qo'zg'almas turi poyezdning ko'prikda tormozlanishidan, tortish kuchidan, ya'ni poyezdning o'zini g'ildiraklarni tortish kuchidan va shamol kuchidan, bundan tashqari boshqa yuklardan hosil bo'ladigan gorizontal kuchlardan kuchni qabul qilishi va tayanchga uzatish uchun xizmat qilar ekan. Agarda ko'prigimizda po'lat oraliq qurilmalardan iborat bo'lganda, temir beton oraliq qurilmalar bilan ularni solishtirganda yengilroq va egiluvchandir. Ya'ni po'lat oraliq qurilmalar katta oraliqlarda ko'p ishlatiladi. Misol uchun aytaylik, 35-40 metrdan katta bo'lgan oraliqlarda po'lat oraliq qurilmalar ishlatilar ekan. Bu yerda ularni agar biz temir beton bilan solishtiradigan bo'lsak, ular yengil bo'ladi va shuning uchun ularning kengligi ham katta bo'ladi. Katta bo'lishidan kelib chiqqan holda temir beton ko'priklarda tayanch qismlari ham bo'ylama ham ko'ndalang siljishga imkon beradigan bo'lishlari kerak. Demak, agar 12 rasmda ko'rib turganingizdek kengligi 15 metrdan katta bo'lgan, bu yerda ko'proq avtoyo'l ko'priklarida tushunilyapti. Tayanch qismlarining joylashish, plandagi joylashish tartibini ko'rib o'tamiz. Sizlar bilan ko'prik o'qini ko'rib turibsiz. Bu yerda bo'ylama o'qi va ko'ndalang o'qi. Bu yerda ko'ndalang, bu yerda esa tayanchlar joylashtirilgan. Ya'ni birinchi pozitsiyada chetki tayanch, ikkinchi pozitsiyada o'rta tayanchlar va uchinchi pozitsiyada qo'zg'almas tayanchni ko'rib turibsiz. Qo'zg'almas tayanch bo'ylama o'qqa ham, ushbu tayanchda bo'ylama o'qqa ham ko'prikka va ko'ndalang o'qqa ham siljimasligini ta'minlanar ekan. Demak, oraliq qurilmalarni ushbu yo'nalishda. 4-chi pozitsiyada demak bo'ylama o'qqa siljiydi, ko'ndalang o'qqa siljimaydigan tayanch qismlar o'rnatilishi. 5-chi pozitsiyada faqat ko'ndalang o'qqa siljiydigan, bo'ylama o'qqa esa siljimaydigan tayanch qismlar o'rnatilishi tartibini ko'rib turibsiz. 6-chi pozitsiyada esa ko'rib turganingizdek har tomonga qo'zg'aluvchan tayanch qismlarini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu yerda 15 metrdan katta bo'lgan, demak kengligi katta bo'lgan ko'priklarda 4 xil tayanch qismini o'rnatsak maqsadga muvofiq deb hisoblanadi va oraliq qurilmalarni tayanchda ushlab turish va yuklarni to'g'ri taqsimlab zaminga o'tkazish uchun xizmat qilar ekan. Osma, ya'ni konsolli oraliq qurilmalarga konsolli tizimlarda osma oraliq, ya'ni rasmda ko'rganingizdek o'rtadagi oraliq qurilma ostiga joylashtirilgan tayanch plitalari o'qlar orasidagi masofa
o'zgarmas qolishi maqsadida anker oraliqlarining qo'zg'almas tayanch qismlari konsol tarafiga joylashtiriladi. Ya'ni bu konsol tarafiga joylashtirilishi nazarda tutilyapti. Ya'ni ushbu oraliq konsol osma oraliq qurilmani o'zgarmay qolish uchun, ya'ni deformatsiyalanmaslik uchun va bir tekisda yaxshi turish uchun, yuklarning teng taqsimlanishi uchun konsol qismlari tarafiga qo'zg'almas tayanch qismlarni o'rnatish maqsadga muvofiq hisoblanar ekan. Demak, bu pastki rasmda qo'zg'aluvchan va qo'zg'almas tayanch qismlarining sxematik ko'rinishlari ko'rsatib o'tilgan. Oraliq qurilmalarning ekspluatatsiya davridagi ishonchliligi ularning ko'p jihatdan tayanish shartlariga bog'liqdir. Agarda temir yo'llar va avtoyo'llarda tayanch qismlari ustiga oraliq qurilma o'rnatilar ekan, oraliq qurilmaning birmuncha 80 yoki 100 yilga ishlashi tayanch qismining shu o'qda to'g'ri turishiga va oraliq qurilmaning tayanish o'qidan ko'ndalang yoki bo'ylama yo'nalishga siljib ketmasligini ta'minlashda demak maqsadga muvofiq hisoblanadi. Keyingi rejamizga o'tamiz. Tayanch qismlarining turlari haqida gaplashamiz. Tayanch qismlari quyidagi materiallardan yasalar ekan. Demak, po'lat, tayanch qismlari quyidagi materiallardan yasaladi. Demak, po'lat, temir beton, rezina va boshqa materiallar. Zamonaviy ko'priksozlikda, ayniqsa avtomobil yo'llari ko'priklarida tayanch qismlarini rezina materiallaridan yasash, masalan, ftoplast va boshqa sintetik materiallarni qo'llab yasash juda ham keng qo'llanilmoqda. Temir yo'l ko'priklarida esa po'lat tayanch qismlarini ishlatish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Tayanch qismlari quyidagilarga bog'liqdir. Ya'ni o'zini quyidagi faktorlarga bog'liqdir. Demak, burilish burchaklari. Burilish burchaklari deganda biz agarda oraliq qurilmalarimizni temir beton va metall oraliq qurilmalardan iborat ekan, demak bu yerda deformatsiyaga ishlaydi va deformatsiya natijasida oraliq qurilmaning uchlari, ya'ni ikki uchi burilish burchagi u yoki bu tarafga burilishga ishlaydigan deb hisoblanadi. Deformatsiyalanish jarayonida. Bu vaziyatda esa tayanch qismlarni ushbu burilish burchaklariga ishlashi nazarda tutilyapti. Demak, keyingi faktor ko'prikdan o'tayotgan vertikal va gorizontal bo'ylama va ko'ndalang yuklarga tayanch qismlarni ishlashi nazarda tutilyapti. Demak, uchinchi faktor bu oraliq qurilmani uzunligi. Oraliq qurilmani uzunligiga qarab turib biz tayanch qismlarni turlarini belgilashimiz kerak ekan. Va to'rtinchi faktor tayanch reaksiyalari oraliq qurilmaning demak bikirligi. Ruschasiga biz jostkость deymiz, uni bikirligiga bog'liq ekan. Demak, bu bikirlik bu materialdan kelib chiqqan holda ta'minlanadi. Va oxirgi faktor bu oraliq qurilmalarning bo'ylama deformatsiyalari. Demak, agar oraliq qurilmalarimiz har xil tizimda bo'ladigan bo'lsa, ko'prigimizda bu yerda bo'ylama deformatsiyalarni ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun uzunligi katta bo'lmagan 9 metrgacha bo'lgan oraliq qurilmalar uchun, ya'ni plitali oraliq qurilmalar ko'proq nazarda tutilyapti. Ular uchun narxi qimmat bo'lmagan va 20 mm qalinligi 20 mm dan kam bo'lmagan po'lat listlardan tayyorlanadigan yasa tayanch qismli 9 metrgacha bo'lgan oraliq qurilmalar ostida ko'p ishlatilar ekan. Yana bir e'tiboringizga bir jihatni havola etamanki, ya'ni temir yo'llarda oraliq qurilma bo'ladigan bo'lsa, bu rasmda oraliq qurilmaning chetka zonasi va oraliq qurilmaning chekkasidan 35 sm o'tib ichkari tomonga 35 sm o'tib, demak, oraliq qurilmaning tayanch qismiga o'tiradigan, ya'ni opiraniya deymiz, o'tiradigan o'qi tushunilar ekan. Demak, bu o'qi biz tayanch qismiga tushadigan o'q deb olsak ham bo'ladi. Ya'ni hisobiy oraliq qurilma deganda ham oraliq qurilmani tayanch qismlari
orasiga o'qqa tushiriladi. Demak, tayanch qismini shunday o'rnatish lozimki, tayanch qismining o'qi oraliq qurilmaning hisobiy o'qiga to'g'ri tushsin. Oraliq qurilmaning hisobiy o'qi esa oraliq qurilmaning har bir chekkalarni 35 sm tashlab belgilanar ekan. Ushbu rasmlarda ham temir yo'l va avtoyo'llarning ostidagi oraliq qurilmalarni o'rnatilish tartibi ko'rsatib o'tilgan. Keyingi slaydimizda tayanch qismining ferma osti plitasiga zich tayanish turli usullar bilan ta'minlanishi mumkinligi haqida gapirib o'tilgan. Bu yerda beton yuzasiga burchakda ishlov berish usuli bilan, keyin yuzaga quruq sement sepib chiqish usuli bilan, ya'ni ularni oraliq qurilmalarni tayanch qismiga o'rnatayotganimizda tayanch qismini biza qo'yiladigan joyga sement, ya'ni quruq sementni sepib chiqsak ham maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Va uchinchisi sement qorishmasini quyib chiqish. Ya'ni bizda tayanch qismini oraliq qurilma bilan zich joylashtirishimiz uchun ularning orasida sement qorishmasini quyib chiqish, qanaqadir bir sloy qatlam sifatida joylashtirish maqsadga muvofiq hisoblanar ekan va bundan tashqari qo'rg'oshin prokladkalarini ham qo'llash hisobga olinadi. Demak, oraliqlari 9 metrdan 18 metrgacha bo'lgan oraliq qurilmalar uchun ko'pinchalik temir yo'llarda tangensial tipdagi tayanch qismlar ishlatilar ekan. Bu 13-chi rasmda ham ko'rsatib o'tilgan. Tangensial tipdagi tayanch qismlar o'z navbatida po'lat tayanch qismlar hisoblanadi va ular ikki tipda, quyilgan va payvandlangan tipda bo'ladi. Va ularni rasmda ko'rganingizdek A qismida qo'zg'almas tayanch qism, bu yerda qo'zg'aluvchan tayanch qismining fasadi ko'rsatilgan. Qo'zg'aluvchan va qo'zg'almas tayanch qismining rasmda ko'rib turganingizdek, uning bo'limi o'qqa demak silkishga ishlashi rasmdan ham ko'rinib turibdi. Demak, quyilgan tayanch qismlar uchun 25L po'lati ishlatiladi va payvandlangan tayanch qismlar uchun prokat po'latlardan tayyorlanishi mumkin ekan. Uzunligi 18 metrdan ortiq bo'lgan temir beton va uzunligi 25 metrdan ortiq bo'lgan po'lat oraliq qurilmalarni tayanish uchun odatda katokli tayanch qismlar ishlatiladi. Ya'ni katokli deganda rasmlardan ko'rib turganingizdek, tegida katok, ya'ni dumaloqsimon katok, ya'ni bir sharsimon, dumaloqsimon elementlardan tashkil topgan katoklarni tushunishimiz mumkin. Tayanchlarni ularning soni demak tushayotgan yukka qarab turib, reaksiyaga qarab turib, katoklarning diametri 100 dan 200 mm gacha qabul qilinadi va katoklar soni esa oraliq qurilmaning uzunligida va undan tushayotgan yukka qarab turib, bir katokdan 4 katokgacha bo'lishi mumkin deb qabul qilinadi. Qo'zg'aluvchi tayanch qismlar odatda sektorli bo'lishi ham mumkin ekan. Buni 14-rasmdan ham ko'rishimiz mumkin. Va o'rta va katta oraliqli oraliq qurilmalar uchun tayanch qismlarining turlarini biz bu rasmlarda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda birinchi pozitsiyada sektorli, ya'ni tayanch qism, ya'ni sektorli tayanch qism ko'rishimiz mumkin va B rasmda katokli tayanch qismni ko'rishimiz mumkin. Birinchi pozitsiyada sektor balansini ko'rishimiz mumkin, ya'ni balanslab turadi va ikkinchi pozitsiyada sharnirni ko'rishimiz mumkin. Uchinchi pozitsiyada ustki balanser va to'rtinchi pozitsiyada ostki balanser va beshinchi pozitsiyada qirqilgan 4 ta katokni ko'rishimiz mumkin ekan. V rasmda biz stakanli oraliq tayanch qismini ko'rishimiz mumkin. G rasmda rezina metal tayanch qismlarini ko'rishimiz mumkin. Rezinalarning orasiga bu yerda metal listlari yoki armatura listlari qo'llanilishi maqsadga muvofiq deb olinadi. 8-pozitsiyada rezina sifatida biz kauchuk materialini qo'llasak, bu birmuncha deformatsiyaga va seysmikaga yaxshi ishlashi bilan o'ziga xos bir o'ziga xoslikni ko'rsatar ekan. Keyingi rasmlarda biz antifrikatsion oraliq
tayanch qismlarini ko'rishimiz mumkin ekan. Keyingi slaydimizda sirpanuvchan tayanch qismlari fotoplasmadan iborat ishqalanishga qarshi nakladkaga ega bo'ladigan rezina metal yoki rezinali tayanch qismlarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu tayanch qismlar ko'pincha avtoyo'l ko'priklarida qo'llash ularni maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Va ular ko'p afzalliklarga ega. Ya'ni ular birinchidan rezina metal tayanch qismlarning bitta eng katta afzalliklari bular deformatsiyaga yaxshi ishlashi va seysmikaga yaxshi ishlashi nazarda tutilsa, ularning jiddiy kamchiligi rezinaning elastik va mustahkamlik xarakteristikalari atrof muhitning harorat ta'siri bilan bog'liqligi nazarda tutiladi. Ya'ni yozda sovib isib ketib, yo qishda sovib ketish va temperatura, ya'ni haroratning keskinligi bilan bularga jiddiy kamchilik olib keladi. Ya'ni bunday tayanch qismlarini ko'priklarni oraliq qurilmalar ostida 100 yil davomida ushlab bo'lmaydi. Vaqti bilan aytaylik bir 25 yilda bitta almashtirib turish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Uchinchi rejamizda demak tayanch qismlarining konstruksiyasi haqida gaplashamiz. Bu yerda har xil konstruksiyaga egaligini oldingi rejalarda ham gapirib o'tdik. Demak, katokli tayanch qismlar haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yerda katokli tayanch qismlarni bir necha katokdan iborat bo'lishini aytib o'tgan edik. Ya'ni bu yerda ham bir rasmda qo'zg'aluvchan va A rasmda qo'zg'almas katokli tayanch qismini ko'rishimiz mumkin ekan. Tayanch qismlarni ham ba'zi hollarda loyihalash tashkilotlari tomonidan individual loyihalar ham bularga ishlab chiqiladi. Har doim ham tayanch qismlar bir xil turdagi tipini qo'yavermaymiz. Oldin aytib o'tganimizdek, yuqorida oraliq qurilmani uzunligiga qarab turib yoki oraliq qurilmani materialiga qarab turib ham tayanch qismlarni turini almashtirib turamiz. Demak, 9 metrdan 18 metrgacha bo'lgan oraliqlarda tangensial tayanch qismlardan ishlatish va 18 metrdan yuqori yoki 25 metrdan yuqori bo'lganda katokli va sektorli tayanch qismlarni ishlatish maqsadga muvofiqligini biz aytib o'tgan edik. Keyingi tayanch qismlarda va sektor tipidagi tayanch qismlarni ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yerda tayanchga bosim katta bo'lmaganda 2000 kilonewtongacha bo'lgan vaziyat tushunilyapti. Bir katokli tayanch qismlarni qo'llashimiz mumkin ekan. Bu holda biz mana bir katoklini ko'rib turibsiz, tayanch qismini. Bu holda tayanch qismi ustki balansirdan diametri 200 mm bo'lgan katokdan va ostki tayanch plitasidan iborat bo'lar ekan. Katoklarning bo'ylama yo'nalishda yurib ketishini oldini olishga katoklarning yo'nlariga payvandlangan po'lat plankalari xizmat qiladi. Demak, bu yerda po'lat plankalari qo'yilar ekan. Katta yuk ko'taruvchanlikka ega bo'lgan tayanch qismini, ya'ni sharnir katokli tayanch qismini ushbu 17-rasmda ko'rib turibsiz. Bu tipdagi tayanch qismlar tangensial tayanch qismlari kabi yoki sharnir orqali yoki bir-biri bilan birlashadi. Ko'rsatilgan birlashishning har ikki turi ham oraliq qurilma oxirlarining hech bir to'siqsiz burilishini ta'minlaydi va bo'ylama siljishini ostki balansir tayangan katoklar ta'minlaydi. Ya'ni ostki balansir deb pastki balansir aytadigan bo'lsak, bu yerda bo'ylama siljishini ta'minlashini olib kelar ekan. Tayanch qismlarining o'ziga xos bir yana yaxshi bir jihati yoki bir afzalligi deymizmi? Ularni birinchi funksiyasini oldin aytib o'tganimizdek, tayanch qismlari tushayotgan oraliq qurilmalarda ham tushayotgan vertikal va gorizontal yuklarni to'g'ri ta'minlab, taqsimlab tayanchlarga va zaminga uzatib berishda qo'llangani kabi, ularning yana bir asosiy funksiyalaridan bittasi seysmikaga, ya'ni seysma bardoshlikka, zilzila bardoshlikka oraliq qurilmalarni va tayanchlarni
ta'minlash, ya'ni ko'prikning umumiy konstruksiyasini seysmobardorligini ta'minlashda xizmat qiladigan bir fazilatiga aytib o'tamiz. Bu yerda slaydlarda hozirgi kunda jahonning eng yirik tayanch qism chiqaradigan kompaniyalari, ya'ni Italiyada Alga va FIP industrial kompaniyalari, Germaniyada Mauritsion kompaniyasi, Yangi Zelandiyadagi Skiller Up kompaniyasi va Sankt-Peterburgdagi Strokomplex 5 kompaniyalari seysmo himoyaviy tayanch qismlarini ishlab chiqarish bo'yicha juda ham katta ishlarni amalga oshirishgan va bu yerda ularni ishlab chiqargan tayanch qismlarining ko'rinishlari ko'rsatilgan. Ya'ni bu yerda anti-ko'targich tayanch qismlar yoki rezina metall tayanch qismlar yoki Mauritsion kompaniyasining sharsimon tayanch qismlarini ko'rishingiz mumkin. Bunda tayanch qismlar seysmik hududlarda qo'llash maqsadga muvofiq deb hisoblanadi va misol uchun rezina metall qo'rg'oshinli tayanch qismda o'rtadagi qo'rg'oshinning vazifasi, ya'ni bu yerda vertikal seysmik ta'sirlarni oldini oladi. Umumiy holdagi rezina esa gorizontal seysmik tebranishlarni kamaytirishga ta'sir ko'rsatar ekan. Mauritsion kompaniyasining sharsimon tayanch qismlari ko'pincha katta ko'priklarda yoki aytaylik monolit ko'priklarda qo'zg'aluvchan tayanch qismi sifatida ishlatsak maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Keyingi slaydimizda ham Germaniyaning Mauritsion va Italiyaning FIP industrial firmalarining seysmik tayanch qismlari ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda ham ko'rib turganingizdek rezinani qo'llash maqsadga muvofiq deb hisoblanadi va buni zavodlarda sinov natijalarini ko'rib turibsiz. Sinov natijalari asosida oraliq qurilmalar o'z o'qi, ya'ni bo'ylama yoki ko'ndalang o'qidan bir muncha siljiganda ham uni tayanch ustidan qo'zg'alib ketmasligiga olib kelishini ta'minlashga xizmat qiladi. Ya'ni seysmik kuchlar ta'sir etganda ham ko'prikka bu yerda tayanch qismlarining asosiy vazifasi oraliq qurilmalarni tayanch ustidan tushib ketmasligiga va ko'prikning umumiy halokatga olib kelmasligini ta'minlashga olib keladigan bir asosiy faktorlardan biri deb aytsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, tayanch qismlari haqida siz bu ma'ruzamizda eshitib o'tdingiz. Tayanch qismlari oddiy qilib aytganda asosiy bir ko'prikning muhim bir elementlaridan biri bo'lib xizmat qilar ekan. Tayanch qismlarning yana bir asosiy bir fazilati, tayanch qismlari bo'lmasa ko'prikdan yuklar noto'g'ri tayanchga taraladi. Va buning oqibatida ko'prikning vaqtdan oldingi, ya'ni xizmat davrini kamayishiga ta'sir ko'rsatadigan bir katta bir faktorni aytib o'tishimiz mumkin ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.